Sababi pol pastroq to'liq o'g'ir teparoq bo'lib, o'g'irni chuqurroq bo'ladi, sayozroq bo'lsa 20 manfaatdorli narsalar. Ivermek, Gollandiyani Ivermek degan dorisi bor. U dori ishimizni bizni qilayotgan ishimizni hammasiga ma'lumotga ega bo'ladi. Sababi hammasini to'liq qilib. Molni ko'taryaptimi, yo'qmi, u doktor bilmaydi uni. O'zi organizmi aytib turadi. Yem mana shu 3 kosani 3 cho'mishni yetdilar, kechqurun yeb 3 kun yilda. Assalomu alaykum, Chorva bozor YouTube kanali qadrli obunachilari hamda bizni muntazam ravishda kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, Chorva ishqibozlari. Akalar, bugun biz dehqon akamizning xonadonlariga yetib kelganmiz. Bu yerda boqilayotgan sigirlarimizni to'liq videosini sizlarga qo'limizdan kelgancha bor ma'lumotlarni dehqon akamizning o'zlaridan olib berishga harakat qilamiz. Akalar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Xudo xolasa, videomiz juda foydali, manfaatli, sizlar uchun, xalqimiz uchun harakatdamiz akalar, foydali bo'ladi degan umiddaman. Hop, bu yerda sigir boqish aka dehqon akamiz sigir boqar ekanlar. Xudo xolasa, bu sigirlarimizni qanday boqilyapti, nima yeyapti, yana dehqon akamiz o'zlarida bitta o'zlarini tajribalaridan kelib chiqib bitta narsa qilishgan ekan. Hop, jigar qurt ichidagi parazitlarni tushirish, ya'ni o'zlari dori tayyorlab parazitlarni tushirishda yo'lga qo'ygan ekanlar. Akamiz to'liq ma'lumotlarni dehqon akamiz o'zlaridan olib berishga harakat qilamiz. Akalar, yana bir narsa qiziq. Hop, sigirlarni boqish jarayonida bu sigirlarimiz misol uchun buqa talab bo'lib qoladi. Shuni ham akamiz dorisini qilgan ekanlar. Shu narsani oldini olish uchun buqa talab, ya'ni buqa talab qilmaydigan qilishar ekan. Xudo xolasa, to'liq ma'lumotlarni dehqon akamiz o'zlaridan olib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xonaga yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshimi? Charchamaydi. O'zingiz yaxshimi? Tuzummisizlar? Yaxshimisiz aka? Rahmat. Aka, charchamayapsizmi? Ahvollaringiz yaxshimi? Ishlar bilan? Avvalambor sizga rahmat. Shunaqa bizga vaqtingizni ajratib, hop, video syomkaga hop deganingiz uchun rahmat aka. Nurimiz ham baraka topsin. Qo'ldan kelganicha Xudo xolasa o'sha 8-marta chiqqandik, chiqmaymiz yuruvdik, ishimiz ko'p. hop, talablarga binoan kommentariyalarda ko'payib ketishdi juda. Misol uchun qanday boqilyapti, parazit qurtlar qanday tushiradi, aka to'liqroq ma'lumotni bizga berib o'tasiz. Albatta, hurmatli obunachilar, laykni bosib, qo'llab-quvvatlab, hop, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Xudo xolasa, bu yerda boqilayotgan hop, mollarimiz to'liq ma'lumotlarni shaxsan Usmonjon akamdan olib berishga harakat qilaveramiz. Hurmatli obunachilar, bu faqatgina chorvani rivojlantirish, ya'ni xalqimizni hop, chorvaga qiziqtirish, chorva yo'nalishida mollarimizni boqish jarayonlarini sizlarga to'liq videosini akamizni o'zlaridan olib berishga harakat qilaveramiz. Akalar, bu yerda Usmonjon aka nechta boqilyapti aka? Hozir 30 taqa chiqdi. 30 boshga chiqildi. Bular tayyor qo'ygan variantlar ekan aka. Hop, Usmonjon aka. Endi misol uchun bizning kanalimizda yangi misol shu chorvaga qiziqayotgan akalarimiz ham bor. Misol uchun shuni hop, mana shu molxonamizni birinchi qurilish tartibini bir qator aytib o'tib ketaylik, keyin qolgan ma'lumotlarga etap-etap o'tib ketaveramiz. Xudo xolasa, kommentariyada so'rashga sharoit qoldirmaymiz. Hamma ma'lumotni beramiz. Oxirigacha ko'rib, laykni bosib qo'ygan odam bu ishimizni, bizni qilayotgan ishimizni hammasiga ma'lumotga ega bo'ladi. Sababi hammasini to'liq qiladi. Hurmatli onalar, kommentariyaga nima savol qolib ketgan bo'lsa yozinglar, yana safar yanagi videolarimizda to'liq ma'lumotni berib o'tib ketamiz. Hop. Aka, endi molxonamizni qurish tartibi, misol uchun 10 ta, 15 ta, 20 ta molxonaga hop, qancha bo'lish kerak, metri qancha bo'lish kerak? Biz o'zimiz qurganmiz, endi o'zimiz ham usta bo'lganimiz bilan jicha xatolarimiz bo'lgan ekan, o'sha xatolarni ham to'ldirib aytib ketamiz. Yo'lagimiz 1.20, bu to'g'ri. 1.20. Ha. Oxirimiz 50. 50 sm. Ha, 50 sm. 50 sm. Eniga, chuqurligiga 30 qilganmiz. Mashinalarda ham ashibkalarimiz bor ekan. Ha. Hop, ashibkalar bor ekan. Sababi ichkiga mol olib kirmaguncha usta bo'lsangiz ham tushunmas ekan. To'g'ri ekan. Ha. Va turbalarda ham ayblarimiz bo'lgan. O'zimizcha qilgan narsalarida. Sababi buki, bu mana shu o'g'irimizni mana shu poldan tepaligini 65 qilishimiz kerak ekan. 65. 55 qilib qo'ygan. 55 qilib qo'yilgan. 55 qilinganda o'g'irni chuqurligini 30 qilib qo'yilgan. Mol ne cho'zilishga majbur bo'lib qolar ekan. Sababi pol pastroq to'liq o'g'ir teparoq bo'lib, o'g'irni chuqurroq bo'ladi, sayozroq bo'lsa 20 bo'lsa,
Ashunda mol intilmas ekan. Zo'r Ha. ekan. Biz o'zimizcha o't to'kvermasin, yendi to'kmasin degan holatda unaqa qilib qo'ygan ekanmiz. Endi to'liq ma'lumot beradi bo'lsak, mana buni enini, mana shu ustunni tagidagi bordyurni 20. Aha. И o'g'irni enini 70. 70. Bu tarafini 15lik o'qda quyilsa, mol shunda yemni olib kallasini ko'tarsa ham oldiga tushirmas ekan. Bu sinovdan o'tdi. Xuddi shunday 70 o'g'irni eni, chuqurligi 20, hop poldan molni ko'kragi bo'yni o'tadigan yergacha 65 balandlik qilsa, cho'tki chiqar ekan. 65 balandlik. Ha, bu bitta. Endi mana pol to'g'ri qilingan, faqat ashpiyasi g'ishpol qilib qo'yibdi. G'ishpol. Ha, seminda mol yaxshi turmaydi deb yoshlikda aytilganiga biz g'ishpolga shikoz bo'lgan ekanmiz. G'ishpol bir marta qishki kunida uyib olsa, mollar 5 kun 10 kun tursa, uysa keyin o'ziga nam olmasa katta, ashunday ho'l turaverar ekan. Lekin boshqa joyda qurug'larimiz stashka edi, uyga stashka qilib berdigan. Stashka edi, u stashka siydik tushgani bilan oqib tushar ekanda, u o'ziga inmas ekan. Mabodo agar har kimning o'zini fikri-yu, ilosini boricha stashka qilinsa, qishda loy bu baligi balchiq bo'lmas ekan. Mana undan ko'ra quruqroq turar ekan. Endi qarang. Endi mana bu chuqurimiz, go'ngxonamiz. 40 ga 20 qilganmiz. 40 ga 20 mana shu o'rtaligidagi. Ha, mana shu o'rta. Chunki har kunlik go'ngil olamiz. Sababi go'ngil olinmasa, ming dimoxot qo'yib boshqa qilgani bilan gazlanadi. Yozda issiqda gazlanadi, qishda bey salapallanadi-da. Shuning uchun bari gazlanaverar ekan. Lekin bo'lib ko'palaklar boshqa bo'ldi. Shuning uchun har manaqa 3 metrga bittadan 250 trubada dimoxot qo'yib ketsa, Dimoxot qo'yib ketishlar tepaga. Shipirdan ham o'tkazilib, bu tarafiga ham molni o'g'ridan ag'iga ham qo'yib ketilsa, to'suvlar ko'palaklamaydi. Ha. Qishda ko'palakladi mana shu. Sababi dimoxotimiz yo'q edi, mana yerda somonimiz bor, ochmadi hali-yu. Mana ko'raman deganlar bo'lsa ehtiyot. Men o'zim qo'lim bilan boshqatda ochib qo'ydim, to'sin ko'palaklab ketganligi uchun. Ha. Shuning uchun dimoxot qo'ymagandim. Ochiq, eshikni ochiq tursa bo'ldi dedim, bo'lmas ekan u vaziyat. Xullas o'sha 250 plasmassa trubada shipirdan ham tevaga ko'tarib qo'yilsa, yaxshi chiqadi. Tepaga chiqib olsa, isgazni ham chiqib ketadi. Isgazi ham qolmas ekan, alikmaslik. Asli isgaz nafaqat bu haligi to'suvchi, hayvon uchun ham zarar. Zarari bor. Mollar yo'talib o'tkazilishi bo'lgan ekan. Biz ashlarni ochdik, salafalarni ochdik, keyin o'ziga keldi. Ana kerak. Endi bu molxonani siri shu 120 yo'lab qilsa, yem-pem qo'yib boshqa o't-put aralashtirishga qulaylik bo'ladi. O'g'irni ichini enini 70, chuqurligini 20-25. Endi molni oldi turadi. Oldi tomoni 65. Halingacha 65 qo'ysa, molni bo'yi zo'r yetar ekan. Kim quriya turgan bo'lsa, agar ashunga amal qilsa, mol baylaganda haligi ziyon qilmas ekan, yaxshi foyda beradi ekan. Aha. Endi mana yo'lakni ham biz kattaroq qo'yaverganmiz, joyimiz serapli uchun, agar joy torlar bo'lsa, 70 yo'lakcha bo'lsa ham kichkina ashi g'alta qaraba yuraverar ekan, bemalol xotirjam yuraverar ekan. Hozir bizda joy ortiqcha bo'lmagan. Endi bu gapim nima desa bo'ladi? Haligi xonadonda bir sharoitda kamroq odamlar uchun mana shu 70 yo'lak ham yetaveradi. 70 yo'lak yetadi, lekin yetaveradi. buni misol uchun bemalol olib chiqib tashlash Bemalol olib. Endi aka yana bitta savol bor. Molxona haqida. Misol uchun molni orqa tomoni quyosh tomonga qarab yoki oldi bu tomonga qarab turish kerakmi yo shunga shu haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz. Asli quyoshga qarab turgani yaxshi. Yozda endi 3 oy mobaynida azina qiyinchilik bo'ladi, lekin qishi bilan baribir quyosh tushib turgani yaxshi. Yop-yorug' turadi. Shunday. Bizda sharoitda masalan Namanganda, To'raqo'rg'onning sharoitida qishda quyosh chiqqan kuni yop-yorug' bo'lib turadi. Bizda tuman asosan Chunki mana ko'pchilik mana bu ochiq tomoniga kalla tomoni qilishadi. Ammo ilosini boricha qo'lidan kelganicha quvlaga qilmasin orqani. Sababi biz qorakanlardan so'radik, imkonlaring bo'lsa quvlaga qaratmandan. Yo'q bo'lsa majbursizlar, mayli bir haligi gunohkor darajada yozib berilmaydi, lekin iloji bo'lsa, imkoni bo'lsa quvlaga qaratib qo'yilmasa yaxshi bo'ladi. Orqa tomoni. Bu shariat tarafidan ham yaxshi bo'ladi. Buni ham albatta qiziqib so'rab qo'ydik. Shunaqa bizga biz sharoitimiz shunaqa edi, quvlaga qaratgani mayli, ziyon qilmaydi. Agar imkonlaring bo'lsa quvlaga qaratmaganlar yaxshi deyildi. Endi shu quvlarni albatta hurmat bilan turish. Gap yo'q. Aka joning sog'. Qarang, bu sigirlarimizni boqyapmiz. Bularda boqsa o'zi misol uchun sinovdan o'tgan aka, misol uchun shariatda ham aytilgan boqsa bo'laveradi bularda. Sinovdan o'tgan. Hop, odamlar so'rayapti kommentariyasida. Men uncha qiziqavermayman kommentariyaga, lekin o'sha aka, anaqa sigirni senlar haligi nasldor narsalarni qilyapsan deyapti-yu. Endi nasliga ham yaxshisini olmoqda aka. Hammasi, endi bular nima so'rab? Bular hamma narsa inson uchun yaralgan narsalar. To'ppa-to'g'ri aka. To'g'risida,
bu misol uchun bundan foyda ko'rish, boshqa ro'zg'or terib betaman degan odam. Endi buni nasldor desak, bitta narsa ish qilaysa, u to'g'ri kelmas ekan desa inson yashash ham kerak. Endi har kim o'ziga bu nasldor bo'lib, o'ta haligi ko'p bir bolani yaxshi berayotgan hayvonlar bo'lsa, endi mayli. Naslga olinadi. Foydasidan kechib bozorga borib bitta boqmachiga sotavergan yaxshi. Lekin buni ham, boqish kerak ekan. Lekin odamlar uchun bu ham foydali. Kerak narsa. Endi Usmonjon aka, bir qator mollarimiz haqida ma'lumotlar beraveramiz. Birinchi bularimizni ko'rsatib, bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Aka, misol uchun bu mollarimiz hammasi bir dona ikki dona tuqqan bular. Ha, bitta, ikkita, to'rtta, beshtagacha tuqqan mollarni boqamiz. Sababi o'zi bitta ikkita tuqqanda biladi, suti kam, ya bir tepada qolgan mollar chiqadi-da. Ha, tepada ekan. Shunaqalarni chiqariladi. Endi bular hozir odamlar ko'ziga zotlar mol qo'shab ko'rinib ketadi. Bular 1,5 oy bo'ldi mashina mana. 1,5 oy. Bular semizligi uchun chiroyli ko'rinyapti. Bular kiyganda odamni qarasi kelmaydi qadarida kiygan. Ha. Prosta semirib, endi yaltirab qolgani uchun senlar nasl deyotgan bo'lishi mumkin. Ha. Endi Usmonjon aka, endi bularda hop yemlash tartibini ham aytamiz. Hop, bu mollarimizni o'rtacha qancha muddat boqiladi aka? Misol sigirdan sigir biznesni misol uchun olib sigirdan boshlamoqchiman biznesimda yoki mol boqishda mana sigirdan boshlamoqchiman, o'zim yemlamoqchiman degan kelamizga. Endi hop, xonajinni yemlab ko'rdik, buqani yemlab ko'rdik, sigirni hammasini sinab ko'rdik. Biz ham foyda uchun qilamiz-da. Shuning uchun buqadan ham qolmadi emas qolar ekan, xonajindan ham qolar ekan. Eng quloyi mana shu sigir ekan. Sababi buqa kamida 6 oy turadi. 6 oydan kam tursa u aytgan kilani bermaydi. 6 oy mobaynini ichida misol uchun 5 oy, 6 oy bu bo'lay deganda mazasi qochsa, boshqa bo'lsa, orqaga qaytib ketish. Xullas kalom, bunday tarozda oxirida kelganimizda sigirdaqa foyda qolmadi-da. Shuning uchun sigirga o'tkazdik. Hop. Xonajinda tagi qimmat, ko'chati qimmat bo'ladi. Shuning uchun u ham bunchalik beriladi. Mana ularni kelishi arzonroq keladi-da. Yuki yaxshi arzon lekin ularda. Ularni kelishi arzon keladi. Mana shu yerda eng baland kelgan mol 7,5 million kelgan-da. 7,5 million. Bu 7,5 millionlik mollar hozir 10 milliondan ustida. 10 million ustida. O'shanda qanchada tayyor bo'ladi aka bu? Buni tayyor bo'lishi molni o'ziga bog'liq, molni. Sababi mana 3 ta mol keldi deylik, 3 ta mol keldi. Molga shunday ovqat tashasangiz, tez ye bo'lsa, mana shu mol 1,5-2 oyda chiqib ketadi. 1,5-2 oyda. Mol sekin, misol uchun mol 20 minut yesa, mol yarim soat oshib yesa, bu mol 3 oy turishga majbur. Molni shunday o'zi oxirda ovqat yeyotganda bilasiz. Men misol uchun shaxsan molni 3 kunda qanchada tayyor bo'lishini pashti aqlim yetib qoldi. Nimaga? Buni ichida yuraman. Shu tez ovqat yegan mol shashib shu bo'lmasa bir xil yeydi ovqatni. Lekin tez yegan hayvon baribir tez o'zgaradi. Shuning uchun tez yeyiladi. Keyin buni eng katta muhim sirlari o'tgan safar ham aytganman. Bash hayvonni boyladingizmi? Katta sirimiz rejim bo'ladi. Ho ishaning, ho ishanmang. Rejimga qo'ymasangiz bir kunda 10 kilo bergan yeningiz 8 kilosi go'ng. To'g'ri. Rejim bo'lish kerak. Rejim. Mana ertalab misol uchun o'zingiz shaxsan 10 ta mol beyladingiz, bitta beyladingiz, ertalab nechida sizni cho'tki vaqtingiz bor. O'sha vaqtga qo'ying birinchisi. Soatiga. Kechki taraf o'sha vaqtga yetib kelaman, mana shu vaqtda o'sha vaqtga qo'ying. Bo'ldi, tamom. Ana shu vaqtga qo'ysangiz, ana shu vaqtdan 1 minut surmay qarasangiz, 3 oyda o'rnidan tura olmaydigan mol ham yetiladi. Lekin 6 da yem berishni boshlagansiz boshida, 10 ga 20 ga o'tgandan keyin 6 ga 10, 6 ga 5 ga bersangiz bo'ldi, go'ngga chiqib ketaveradi. Sababi bu soldat bo'lingan ko'pchilik soldat ham armiyaga borganda 1 oygacha to'ymaydi. Ikki kishi bo'lka beradi, mincha yog' beradi, shakar, boshqa to'ymaydi. Lekin soldatda shu sohatini qo'yib, men ashindan ishlab chiqarganman buni, sohat qo'yish. Ashindan, sohatiga shunday qo'yilsa, 1 oyda mol ashi siz berayotgan ovqatga to'yib, o'sha aytadi, harakatga keladi. Buni eng qizig'i sohatini qo'yasiz, keyin sizga aytgan narsangizni beradi. Keyin tuyulus xalq uchun yana manfaatdorli narsalar vermek, Gollandiyani vermek degan dorisi bor. U dori har kim har xil fikr beryapti. Endi mana men o'zim chiroyli savollarga javob berib ketaman o'qiganlarimga. Vermek, odamlar har xil tushunib olyapti. Parazit, to'g'ri, qurton parazit ichida. Ustida kanayan parazit, bitan parazit bo'ladi. Qo'tiron parazit bo'ladi.
Shuning uchun parazit desa hammasini bitta shuni bo'ldi, oshqozon haligi jigar qurti ham, ichak qurti ham devilovmasligi. Ivermek molni, ivermek qilinsa hayvonga kanasini tushiradi, bitini tushiradi, terini orasida inson ko'rmaydigan qichitqi o'xshagan narsalar bor. Shularni tushiradi. Qo'tirni to'kadi. Qo'tirib to'kadi. Mana bugun qildingiz, mol 7 kun sanab yana paftor qilish kerak buni. 2 mahal qilinadi. Eng katta yordami yana undan tashqari ham hech xolos kanapanasi yo'q molga ham qiling. Sababi o'sha suvni chaqmasa molni chaqtirmaydi, to'g'ri, zahar. Qonni zaharlab uzatganlik qiladi. Ana shu narsa issiqlash 90% oldini oladi. Issiqlash ivermek. Ana shuni yaxshi tushunib olsangiz. Sababi ivermekda suvna kelib chaqib bunaqalar narsalar qo'yib, suvna kana bor-ku, chaqadida qonni ichib, o'rniga o'zidog'ini haydaydi. Qon aynidida keyin issiqlaydi bu. Issiqlab qoladi. Shuning uchun ivermek kelgan kunni ertasiga ivermek haydaysiz. Misol uchun 50 kg yukka 1 gram. 1 gramdan. Tirik vaznga 50 kg 1 gram, 300 kg 6 gram. Haydaysiz, bir haftadan keyin haydaysiz. Shunda kana-panalar, sonalar chaqmasa mol issiqlash 90% yo'qoladi. Qarang, bu molni olingandan boshlanadi ukol qilishda, ivermekda. Yana qanaqa qo'shimcha bo'ldi? Ash ivermek 2 marta qilib olinadi, bo'ldi, to'xtatiladi. 2 marta. Ivermek tugadi. Ivermekni ikkinchisini qilganingizga 5 kun, 6 kun bo'lganda alben degan dori bor. Alben. Jigar qurtilishi. Jigar. Hammasini o'zini etapi bilan aytdi. Bu misol uchun qo'tir bitkanalarga bo'ldi. Endi qarang, jigar qurtiga albenni qaymog'i bor. Ash qaymog'idan beriladi. Bugun berdingizmi, uni ham paftor 7 kundan keyin berasiz. Och qoringa. Uni berganingizda 3 soat ovqat bermaysiz. Nahorga berasiz, 3 soat ovqat bermaysiz. Bunda jigar qurti tozalanadi. Endi oldingi videoyimizda chiqqan, endi hozir men sizni kelishingizdan bexabarman. Bu mollar kelganiga o'zi 1 oy bo'ldi-da. Shuning uchun ko'rsatib bera olmayapman, lekin oldingi videoda ko'rsatib berganman. Oltin gutini ichak qurtini tushirganman. Oltin gut. Ha, ichak qurtini tushirishni yo'li, ichak qurti nima deydi? U ichakda u jigar pigardan emas, u jigar qurt o'tga qurtdan emas. U boshqa dunyo narsa. Jigar. Ha, u ichak qurti 1,5 metrgacha bo'ladi. Ko'rganlar bo'lsa o'zi bo'ldi tushunadi. Ichak qurtini men shu yerda olib ko'rsatib qo'yganman. Boshqa bolalar Tajribangizda. Tajriba alif. Lekin bir qator aytib o'tib ketasiz buni, qanday tushirish jarayoni. Endi ana shu ichak qurtiga shug'ullanaman desa, haligi albenni berib bo'lgan, ikkinchisini ham berganiga 5-6 kun o'tkazdirib, oddiy bir kasa kepakka, hop, tirik vazn 200 kilodan tepa hayvon bo'lsa, katta osh idaqon qoshig'imizda bir qoshiqni olib, bunday qimillatsa qoshiq bilan silliq bo'ladi, bir xil. Shunday kepakka qo'shiladi. Uni bunday olsangiz u oltin gut pirs. Oltin gut, sariq bo'ladi. Dalaniki bo'ladi, fermerdan olinadi. U veterinarlarga bo'lmaydi, foiz ekan. Dalanikida. Shunday qilib tekis qilinadi-da. Shunda 200 kilodan tepa hayvonga shunda bir qoshiqdan 10 kun mobaynida berasiz. Kepakka qo'shib. Har kuni ertalab bir mahal berasiz 10 kun mobaynida. Mabodo ichagida qurti bo'ladigan bo'lsa, u tushadi. U tushgandan keyin 10 kun ichida bor bo'lsa tushadi, yo'q bo'lsa o'zi tushmaydi. Endi qarang, tushayotgan davrida qompon kelishi mumkin. Sababi u ichak tishlab turadigan narsa bo'ladi. Ichak tishlab turadi. O'lgandan keyin ham ash holatda tishlab o'ladi, uzilib tushadi-da. Shuni hisobiga yengil qon, haligi ko'pligi uchun qon aralashib go'ngiga tushsa qo'rqish yo'q. U 2-3 kunda o'tib ketadi, uni qo'rqmasin. 10 kundan o'tkazilmasin. 10 kundan o'tsa jigarga ta'sir qilishni boshlaydi, mol ishtahasini bo'g'adi. Iltimos 10 kundan o'tmasin. Endi uni bermaydi qollar. Bo'g'oz molga bermaydi. Bo'g'oz molga. Yosh bo'zaylarga berilmaydi, shart emas. U hech bo'lmasa 3-4 yillik mollarda bo'ladi ucha. Demak sigirlarga, yosh bo'zak, alinaqalarga bo'g'ozlarga berdik. Bo'g'ozga bizga qisir deb sotgan, bilmay qoldi. Haqiqatan qisir degan. Shunday berdik, 4 kun bo'lganda bola tashadi. U tushar ekan bola. Bo'g'oz molga mumkin emas ekan. Uni ham o'zimizda sinab ko'rgandik. Xo'p, yana nima sirri bor? Buni boshqa sirri qolmadi. Hop, misol endi buni qarang, Usmonjon aka. Endi eng qiziq savolni aytaymi? O'zim ham o'qidim bir kun. Rasa ko'p. Sigir boqsam, hali buqa talab bo'laveryapti, tanlama bilan juda ko'p yozyapti. Buqa talabni oldini olish. Anasini oldini olishda eng arzon va zo'r yo'li bor. Bu ham men isbotimdan o'tgan, o'zim topganman buni. Oddiy sabzi ovqatga to'rmaydigan sabzimizni urug'idan olib kelishadi. Har kuni ertalab kichkina shakar qoshiqcha bor-ku. Shakar qoshiqda sila har kuni ertalab yemiga qo'shib berib qo'yishadi, mol umuman talab bo'lmaydi.
Qotalab bo'lmaydi. 3 oy boqishadi, o'zi 3 oy ichida umuman talab bo'lmaydi. Talab bo'lsa ziyonda yemlanayotganda. Chunki bezovta bo'ladi. Bezovta bo'ladi, rasvot bo'ladi, ziyon ko'radi. Shuning uchun oddiy o'sha sabzilik emas, endi u sal qimmatroq turadi, kilosi, lekin baribir olib kelib qo'ysa arzimagan bo'ladi. Sababi bu mol 20 kun bo'lganda talab bo'laversa, 20 kun bo'lganda talab bo'laversa orqaga qaytadi. Shuning uchun har kuni ertamak kichkina choy qoshiqdan, bir qoshiqdan beri yurilaversa, mol umuman talab kuyikmaydi mol. Har xil tilda, har xil joyda odamlar ko'ryapti, bizda talab deydi, qaydadir kuyikayapti deydi, qaydadir yana to'g'ri. Bo'lmas, shunaqa narsalar bo'lmasligi uchun oddiy sabzi urug'dan beri yurilaveradi. Gap yo'q aka. Ashundoq bo'ladi. Xo'p, Usmonjon aka, 30 ta mol. Misol uchun bularni yem berish tartibini aka bir qator tushuntirib o'tdik, lekin obunachilarimizga juda qiziq bu ma'lumot. Sohatiga. Endi Hop, sohatiga nima beriladi? Mana shu hayvonni bizni qo'lda turganimiz, misol uchun oyiga 800 ming so'mdan eng kami 800 ming tashayapti shu mollar. Bir oyda. Joy boqamiz 2 million 400 ming pul tashayapti. Eng yemagan, ichmagani. Lekin oldi yeganlari 1 million 300 minggacha tashayapti. Bir oyda. Aha. Endi turgan bo'lsa, o'ylasa 4 million, 3 million 900 ming atrofida bo'ladi. Bozordan olasiz, bozorda sotasiz. Biz so'yib netmaymiz, bozorga olib chiqib beramiz. Shu narsani ham ko'p kommentarlarda yozishyapti. Bozordan olib qayerga sotiladi buni? Bizda misol uchun buni anaqasi so'ymaydi yo bir anaqa qilish qiyin deydi. Misol uchun bozordan olib so'yib bermaymiz. Biz ham oyoqlar olib chiqamiz. Endi mana shu aytib turgan narxim qolyapti deyapman. Misol uchun 800 ming eng yemagan ichmagan molda 800 ming pul qolyapti deyapman. Yemimni aralashtirish jarayonimda edi. Mana qaylardadir chulxa deyshadi, bizda chuluq deyiladi. 100 kilo chuluq, 200 kilo makkani uni, 200 kilo kunjara. 200 kilo kunjara. 250 kilo qozoq kepak. Kepak, o'zimiz oddiy kepak. Hammasini birin-ketin qilib yoyib olaman-da, mana shunday qilib. Ustiga ashi kiloni ustiga 6 kilo, 7 kilo mayin tuzni sevaman. Mayin tuzni sepib, chiroyli qilib mana lapatkini aralashtirib chiqaman. Lapatkilar chiroyli qilib aralashtirib olaman-da. Mana aravamning ichida turibdi, hozir sizlarga o'lchov idishimni ham ko'rsatib qo'yay. Aravamni to'g'rilab oddiy mana o'zimda shunday qo'shib vaqtda ishlatadigan cho'm uchun. Oddiy plastmassa cho'm. Plastmassa cho'm uchun. Mana shunda birinchi kelganda mollarga 3 cho'mich beraman. 3 tadan. Birinchi kelgan kuni 3 cho'mich beraman. Hop, 3 kungacha ertalab kechqurun 3 cho'michdan yeydi. 3 kundan keyin go'ngiga qarab turiladi. Go'ngi suyulsa to'xtab turadi. Lekin yemni ichiga qarab beriladi. Axlotiga qarab. Hayvonda yemni qanchalik darajada ko'tarayotganini go'ngidan bilinadi. Axlotidan bilinadi. Oshqozoni molni ko'taryaptimi, yo'qmi, u doktor bilmaydi uni. O'zi organizmi aytib turadi. Yem mana shu 3 kosani 3 cho'mishni ertalab kechqurun yeb 3 kunda aytadi-da, yeda sal suyuldi. 4 ta qilib qo'yaman ertalabkisini. Yana 3 kun yeydi. Kechqurungiga suyulmasa 4 tani boshlayman. Ammo har bitta qo'shgandan 3 kun ashunday turish kerak. Sababi mana qo'shilgan yemning natijasi 3 kundan keyin chiqadi. 3 kundan keyin chiqadi. Bugun solsangiz ertasiga ertalab chiqmaydi. Ko'tarilmasa ich suyulib qoladi. Ko'tarilmasa ich suyuladi. Lekin ozgina kamaytirib qo'yiladi. Ich suyulsa haligi 4 talik qilib qo'yganingiz bir mahalligisini olib qo'yasiz. Bir mahal 4 ta, bir mahal 3 ta. Shu go'ngga qarab borilaveradi. Oxiri hozirgi sharoitda o'zi 5 tadan o'tganda 6 taga borganda mol ko'tarmasdan boshlaydi. Sababi issiq qoldi. Shu go'ng suzma holatda turadi. Suzma qo'yiq emas, qattiq emas. Kesib-kesigan bo'lmaydi. Shu suzma holatda tursa go'ng, qarab turaverasiz. Agar mabodo qatsa, kerak bo'lsa ko'taradigan mollar ham bor ichida. Qatsa yana sekin bir kurishkani qo'shasiz, 3 kun kuzatasiz. Shu suzma holatga keldim, shunda yurdim, o'shanga qarab regirovka qilavering. Agar suyulib ketsa, olib qo'ying. Qo'yilib qatsa, qo'shib beravering, o'zi 3 oy mobaynida shunda o'ynab, bir xilda yemaydi bari. Endi qarang Usmonjon aka. Endi gapingizni bo'ldim. Hop, misol uchun mana shu kurishkangizni ko'rsatdingiz. Hop, misol uchun videoda har xil ko'rinishi mumkin aka. Misol uchun shuni kilogrammga pichib beradigan bo'lsak, o'rtacha qanchadan tushadi? Boshlanish qancha kilogrammdan tushadi? Endi misol uchun bunaqani topish ham misol ko'pchilik har xil beradi. To'g'ri. Shu narsaga oydinlik kiritib ketsak, kurishganda meni aralashtirgan yemim 6 kurishgan 3 kilo.
3 kilo. O'sha Demak- chuluq, makka yorma, kunjara, kepak. Bir kunda 3 kilodan boshlanadi, ha? Ha, 3 E, kilodan. yangi kelganda? 1,5 kilo bo'ladi. Yangi kelganda bunda 3 ta solinadi. 3 ta ertalab kechqurun 3 ta, 1,5 tadan. Ha. 1,5 kilo ertalab, 1,5 kilo kechqurun. 3 kiloga aylanadi. U bir mahaliga 3 kilo shunday kelganda so'samiz mol bo'ladi. Bo'kadi. Ha, shuning uchun 1,5 kilo ertama, 1,5 kilo kechqurun 3 kun berib, mana shunda bitta qo'shdim deganingiz 500 gram qo'shildi. Demak, shunda mollarimiz yetilib chiqib ketish jarayonida necha kiloga chiqadi, misol uchun kilosi qanchagacha yeyish mumkin? Mol 1,5 oydan o'tgandan keyin Sigirlar. 6 kilo xotirjam yeydi. Ertalab 3 kilo, kechqurun 3 kilo, 6 kilodan yeydi. Ertalab kechqurun. Aslida o'shandan ag'i o'zi yelmay qolishni boshlaydi, yungi normalni tro'roda ham bo'lishni boshlaydi. Ash holatga chiqqandan keyin 1,5 oyga borib, xullas 2 oydan o'tib 3 oyga borganda olib chiqamiz. Ash holatda olib chiqsak, yemagan, yaxshi yemagan yoki bo'lmasa bir ichida dardi bor molimiz kelib qolgan bo'lsa, ash mollarimiz oyiga 800 ming, 3 ming, 3 oy turgan bo'lsa 2 million 400 ming tashlayapti. Lekin zo'r yegan, sog'lom chiqqan mollarimiz bor-ku. 3 oyda 4 million pul tashlayapti. Ha. Mana shu yerda o'sha oldingi videoyimda 13 ta mol bor edi. Mana ila 13 ta mana bu bitta katta shved buqon bor edi, uni sotdik. Xullas mana 30 taga chiqdi. 30 taga chiqdi mollarimiz. Ha, endi bunga misol uchun ishlab kelib ham qo'shdik ham. O'sha foyda bo'lyapti-da. U yaxshi yeb bergan katta suyakli mollar 4 million, 3,5 million 3 oyga tashlayapti. O'shida 6,5 ga olingan molim turibdi, shu birinchida qizil. Hozir 10,5 ga bermayman. 10,5 emas. Bermayman hozir ashi molimni. Kiloga ham 10,5 yaxshi bergan. Ha. Kiloga ham 10,5 dan o'tib ketadi. Bozorda chiqishga ham 10,5 dan o'tib ketadi. 11 da aqdagi mol bo'ldi hozir. Ha. Ashida 3 ta mol bor. O'sha bittasi endi 8 ga kelgani, lekin 6,5 ga kelgan molimda hozir 10,5 ga berilmaydi. O'sha mol oyiga misol uchun hayvonlar ashi meni aytib o'tgan yemimda tarkibida shunday ashunday qilib bersa oyiga 450 ming so'm pul yeydi. Bir kunda qancha rasos bo'ladi shundan? 15 ming so'm bo'ladi. Bir kunda bitta mol 15 ming so'm yemaydi ertalab kechqurungizga. Ha, o'sha oyiga 450 mingga to'xtaydi shu narsa. Bitta moliga. Ha, sulusdan tashqari. Endi Sulusdan sulusda tashqari. endi o'zlarida har kimda joyida har xil tushadi. Bizda 400 so'm tushgan, qaydadir 200 so'm tushgan, kimdir o'zi ekkandi joyiga. Xullas, yemni o'zini aytaveraylik, hashaga aralashmaylik, sababi yemni o'zi rasxod bo'ladi. Liboy joyda O'zbekistonda liboy tochkasida. To'g'ri, yemi. Endi o'sha Hashaga silos berasiz? Ha? Silos berasiz Ha, hashaga. kelgan, ha. Ikki mahaliyda? Aytaman, ha, silosni ham aytaman. Eng qizig'i ertaman misol uchun 6 da qo'lim tegyapti meni. Shunday 6 da molimni yemini beraman 6:00 da. Aha. Ashida takpagini tozalab 15 minut 20 minut turaman. Yeb bo'ladi. Suvini beraman. Suvini berasiz. Suvini beraman, suvni ichida bo'lib, shunday mana kreni qilib qo'ygaman, ochaman, chiqib ketadi suvi. Silos. Mana shu kichkinani mana shu ko'rsatib qo'ying. Ana shu g'altaq aravam deyman men. Mana shu aravamda bir arava silos olib kiraman. Elimda bitta qizil tog'orim bor. Somonni drabilkadan chiqarganman. Somonni. Aha. Ana shu qizil mahindi tog'orida bir tog'ora somonni aralashtiraman silosga. Silosga somonni aralashtirasiz. Ertaman idaqani kechqurun aralashtiraman, kechqurun idaqani ertalab aralashtiraman. Sababi silosni namini o'ziga olib, somon ham yumshoq bo'lib turadi. Yumshoq turadi. Priyatni bo'lib turadi. Hozir ishtahasini ochib turadi axir. Mana hurmatli Haligidan kichkina tog'orada mahindi panda tog'orim bor. Ash tog'orada bir tog'orani beraman. Bo'ldi, menman degan bolam mashincha hashakka to'yadi. Yemdan keyin. Faqat rejim. Birinchi yem. Ikki mahal yeyaptimi shunda? Ha, ertalab ham o'sha birinchi yem, orqasidan suv, keyin hashak solib chiqib ketaman. Bo'ldi, buni bezovta qilish kerak. Yem hashakni bo'lib, yotsin, uxlasin. Kechqurun 6 da vaqtim bo'ladi. 6 ga qo'yib qo'yaman, 6 da kiraman, yemini beraman, suvini beraman, hashakni berib, tozalab chiqib ketaman. Molni oldiga kiraversa semirmaydi. Mol shuni yem hashagini yedimi, bo'ldi. Qonni to'ymaydi 10 kun, 15 kun siz berayotgan narsaga, chunki bular har xil ovqat yeb, har xil vaqtda yuraverib boshlaydi. Rejimga qo'yib qo'yganingizdan keyin 10 kun, 15 kunda rejimga tushadi. Bo'ldi, siz berayotgan o'sha mana shuncha hashakni arangiydi. Bayo'y qonni chiqib, gumillab yotaveradi. Shunchaki bular bezovta qilish kerak. Oldiga kelaversa, bular uxlash kerak. Ashi yemni hashakga uxlagan sari semiradi. Yotish kerak, ha? O kelib qo'rqitaversa, turg'izib yotqizsa, kim bo'lsa buni oralaversa, semirmaydi. Sababi bular tish bo'lsa, shunday yotsa yeta oladi-da. Xuddi o'sha men yuragim juda tor, hech kimni o'tkazmayman. Ashi boshqa kim kelsa, "Voy, yo'q, mana endi sizga shu 2-3 marta o'tib ketuvdi, aka deganingizga, bo'pti, xo'p" dedim. Tem bo'lib, kommentariyada ham haligi
bo'g'ozmolga bersa bo'ladimi, oltinga so'rashavergancha shular ham birolar bitta javob bo'lib ketsin deb chiqdimki, bo'ldi mana tushuntirib o'tdim. Bo'g'ozga yo'q, kichkinalarga yo'q dedim. Qo'ylarga ham berib bo'lmaydi buni. Qo'yda men sinab ko'rmaganman, men uni tavsiya bera olmayman. O'zim qilgan ishni foyda ko'rganimda aytib o'tdim. Odamlar mana shu telefon qilib boshqa qilib so'raverganligi uchun shu gapni aytib o'tib ketdim. Mana hammasini to'liq qilib aytdim. Chiroyli qilib mana shu videoni oxirigacha ko'rib, bitta laykni o'sha bitta podpisatkani bosishsa, bizga berishga haqqi shu layk podpisatga biz pul so'ramaymiz. O'zbekiston xalqimiz uchun o'zimizdan ko'rayotgan foydamizni baham ko'ryapmiz xolos. Faqat telefon nomer bermayman, yozilmaydi. Ish vaqtimda meni juda ko'p bezovta qilishyapti. Ana shunga uzr so'rayman. Kommentariyada qoldirsa yana videolarimizda yana bir olishimiz mumkin. Bir mabodo qiziqtirgan haligi savollar bo'ladi bo'lsa, bir qachondir yana bir vaqt bo'lsa aytarmiz. Kommentariyga yozib qo'yasizlar, hurmatli obunachilar. Nima savollaringiz bo'lsa. Savol mo'ljalim qolmadi. Ana shuni berilib, eshitsa bo'ldi. Hamma narsaga javob berdi. Mana shu tarkibda men aytgan uslubda qilt etmasdan boqishsa, ziyon qilishmaydi. Mabodo endi bir Allohdan bo'lib kasal bo'lib boshqa bo'lib qolmasa, lekin issiq joniga hech kim kafolat berilmaydi bu narsani. Bu Allohga tavakkal narsa. Tushunarli. Faqat bizdan olingan, o'rganilgan narsalarning haqqi mana shu kommentariy, mana shunga like bosib sizga aka gap yo'q deb qo'yishsa bo'ldi sizga. Shu biz hech qolon umidvor emas. Sizga ham rahmat aka. Qarang. Chunki aka ko'pchilik bu narsani qildiravermaydi aka. Bu faqat xalqimiz uchun. Chorvadorchilikni rivojlantirish. Misol uchun ko'pchilik kommentariy yozishadi, negativ yozishadi. Menga kerak emas. Misol sizga siz 50 so'm bermaysiz, yo men sizga 50 so'm bermayman. Oddiy foydali video. Buni pulga deya turganda qattiq adashyapti, tekinga bu xalqimiz uchun faqat. Joningiz sog' bo'lsin aka. Qilayotgan ishlaringizga doimo omad tilayman aka. Xudo xolasa, rahmat sizga ham shunchalik ma'lumotlar berib o'tdingiz. Hurmatli obunachilar. Hop, o'zlaringizga qiziqtirgan qanaqa savollaring yoki qanaqa bir gaplaring bo'ladigan bo'lsa, hop, kommentariyada o'z fikrlaringni qoldirasizlar. Xudo xolasa, hop, aytilmagan bir nimadir aytilmay qolib ketgan bo'lsa, avvalambor uzr so'raymiz. Nimagaki, hop, vaqtimiz kam. Misol YouTube'da vaqtiga chegaralangan. Shuning uchun qisqaroq qildik. Bu gapiraman desa 1 soat vaqt ham yetmaydi. Shuning uchun qo'llab-quvvatlab, xudo xolasa, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirib, bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha deb qolamiz. Akalar, hammaga rahmat.